Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana siz bizni qisqa Honor X9D 5G modelimiz bo'yicha qisqa reklamalarimizni ko'rib, ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun siz uchun tayyorlangan bu maxsus videomizga tashrif buyurdingiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Honor X9D bu smartfon albatta sizni qiziqishingizga arziydigan smartfonlar qatoriga kiradi. Rostdan ham shunday. Hozirgi vaqtda sizga o'xshagan juda ham katta auditoriya bu smartfonni o'zgacha mehr bilan ishlatishmoqda, xarid qilishmoqda. Eng ko'p sotilayotgan, eng ko'p trendda bo'lgan smartfonlar qatoriga kiradi. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor albatta. Buni sabablarini birinchi o'rinda sizga tushuntirib ketaman. Eng birinchi sabablardan bittasi bu uni dizayni. O'zimga e'tibor bering. Qanaqa chiroyli chiqqan. Dizayni juda ham ajoyib. Mana ekranni juda ham ingichka, korpusini to'liq qismini egallagan va juda ham mustahkam. Ekran mustahkamligi juda ham yuqori. Bu degan sinmaydi degani emas. Maydalasangiz albatta tosh ham sinadi, lekin ko'p sonli smartfonlarga qaraganda juda ham mustahkam. 3, 4, 5 barobargacha mustahkam ulardan. Uncha zarbalarga chidamli. Otib ko'rishyapti, har qanday qafolat qilib ko'rishyapti, sinmayapti. Ayrimlarda sinib qolyapti. Nimaga unaqa? Chunki qanaqadir noqulay zarbalar tushib qoladigan bo'lsa, sinishi mumkin. To'g'ri, bu ham albatta tosh emas. To'g'ri qabul qilishimiz kerak. Sinmaydi deganda bu batamom sinmaydi tushunmasligimiz kerak. U degani shu o'rtacha boshqa smartfonlardan juda ko'p sonli smartfonlardan ko'ra juda ham mustahkam smartfon. O'shaning uchun ham haqni mehriga tushgan, uncha zarbalarga sinmaydi. O'zimizga ham kafelga tushib ketdi, zinadan tushib ketdi, juda ko'p shunaqa holatlar sinmadi deb maqtab kelishadi. Ikkinchi tomoni o'sha dizaynni aytib o'tdim. Dizayni juda ham chiroyli, ko'rib turibsiz. O'zgacha ranglari bor, qora ranglari bor. Mana bunaqa ranglari bor, mana hozir trendda bo'lgan. Chekanlari mana nikel va titan ingichka. Bu qanaqadir shu ijtimoiy muhitda, do'stlaringiz davrasida bo'lishingiz mumkin yoki bir qarindoshlar davrasida bo'lishi mumkin. Sizga o'zgacha status bera oladi. Ko'tarib yurganingizda ham, ishlatib yurganingizda ham albatta yaxshi status bera oladigan smartfonlar qatoriga kirganligi uchun ham eng trenddagi smartfonlardan. Va yana bitta tomoni bor, buni batareykasi. Batareykasi juda ham katta, 8300 mAh. E'tiboringiz uchun boshqa o'rtacha smartfonlarda hozirgi vaqtda 5,5-6000 mAh. Bunda esa 8300. Bu 2 kun ishlatishingizga bemalol yetib beradi. Va yana bitta ustunlik taraflardan bittasi bu uni protsessori. Protsessori ham qotmaydi. O'ziga men sizga 8 yadroli deb tushuntirib o'tirmayman texnik tomonlarini. Protsessori juda ham kuchli, o'zining gavdasiga, o'zining narxiga mos bo'lgan smartfon protsessorga ega. Igrovoy o'yinlarni, PUBG o'yinlarini ko'taradi. Va yana bitta tomoni kamerasi, 108 megapiksel kamerasi bor. Kamerasi ham juda ham yaxshi. O'sha protsessorning kuchliligi evaziga, ekran tiniqligi evaziga, kamerasi ham yaxshi tiniq tushiradi. Suvga, changga chidamli. Bemalol suvga tushib ketsa ham, hattoki chang bo'lgan holatlarda suvda yuvib olsangiz ham bo'laveradigan smartfonlardan qatoriga kiradi. Demak, ko'rib turib olishga qaror qilgan bo'lsangiz, men bu qaroringizga qo'shilaman. Haqiqatan ham shu ko'p sonli mijozlarga hozircha yoqyapti bu. Keyingisi hozirgi vaqtda bozorda qanaqa holatlar bo'layapti? Umuman onlayn xaridlarda yoki do'konlardan xaridlarda go'sht ichida shu kurmaksiz bo'lmaydi degandek, sotuvchilar ichida ham shunaqa qanaqadir bir noinsof sotuvchilar chiqib qolyapti. Bozorda ayrim mijozlar aldanib qolish holatlari ham bo'layapti. Ya'ni eski Honor X9D smartfonlarni ham yangi upakovka qilib sotish holatlarini ham tajribamizda juda ham ko'p ko'ryapmiz hozirgi vaqtda. Ehtiyot bo'lishlaringizni so'rayman o'shaning uchun. Ya'ni buni shu eskisini arzonroq olishadi. Bu yoqdan do'konlar o'ziga ham juda ko'p kelishadi. Sotaman, pul kerak bo'lib qoldi deb turib, ertaga upakovka qilib, ichiga qayta solib qo'yib, eski telefondan olib qolish ehtimolingiz ham bo'lib turibdi hozirgi vaqtda. Yana bitta aldov usullardan bittasi kreditga olishadi. Ya'ni kreditga masalan onlayn shartnoma yoki oldi sot shartnoma, muddatli to'lov shartnomasi tuziladi mijoz bilan. Bu sotiladi. U mijoz olib chiqadida do'konga, boshqa do'konga arzonroq narxga sotib, pulni yechib oladi. Va pulni o'zini boshqa ehtiyojiga sarflab yuboradi. Bu do'konchi buni arzonroq olib qoladi va yana bitta mijozga sotadi buni. Lekin boyaga birinchi olgan mijoz muddatli to'lov shartnomasidagi to'lov majburiyatini bajarmagandan keyin uni beruvchi, o'sha birinchi sotuvchi emaykasini qulflashga blokka solib qo'yadi. Buni ochish juda ham muammo. Keyin yugur boshlanadi. Sizda boshqa ishlaringiz bor, qancha ishlaringiz bo'ladi, qimmatli vaqtingizni o'g'irlaydi hayotingizdan. Mana shunaqa holatlar ham ko'rib turibmiz. Emika bilan bog'liq holatlar ham bo'lib qolyapti, muammolar. Bizda o'zi ikki xil model bor. Ko'rib turganingizdek, bittasi bez stiker, bittasi stikerli bo'ladi. Bunga bez stikeriga biz 1 yil kafolat beramiz. Bu yangi, bunga ham kafolat beriladi. Bu stikerlar 10 yil kafolat beriladi. Emikasiga umrbod kafolat beriladi. Biz
sotuvchi biz tomonimizda. Agar sizda yana shu Honor X9 olish qarori tug'ilgan bo'lsa, endi sizga muddatiy to'lov narxlari bilan tushuntirib ketaman. 5 stiker varianti 440 ming atrofidan 480 ming atroflarigacha chiqadi. Sizning kredit istoriyangizga qarab, oldin agar olib turib yaxshi to'lagan bo'lsangiz, arzonroq chiqadi. Agar sizda istoriyangiz yaxshi bo'lmasa, oldin nimadirlar olib vaqtida to'lay olmay qolgan bo'lsangiz, qanaqadir vaziyatlar bilan, unda ko'tarilishi mumkin, ya'ni 480 ming atroflariga ham chiqishi mumkin. Bu stikerlar 10 yil kafolatga ega Honor X9 deymiz esa, hozirgi vaqtda 500 mingdan 550 ming oralig'ida chiqadi. U ham sizda shu kredit istoriyangizga qarab chiqadi oralig'ida. Qanchalik yaxshi to'lovchi bo'lgan bo'lsangiz, shuncha risk kamayadi. O'sha sizdan muddat to'lovi sizga chiqib ketgandagi qaytish ehtimoli yuqori bo'lsa, risk pasayaveradi. Sizga ham to'lash narxi pasayaveradi. Penya va jarimalar bo'lmaydi kechikkan kun uchun. Buni xarid qilish uchun sizda shunchaki plastik kartangizda norasmiy bo'lsa ham pul kirib chiqib turgan plastik karta bo'lsa, o'shani o'zi yetadi. Qizlarimiz bor, call centerda ishlaydigan qizlarimiz sizga aloqaga chiqib, sizdan onlayn shartnoma tuzish harakatlarini qilishadi. Ularga bemalol ishonsangiz bo'ladi. Sizdan o'sha kodlar so'raydi. Shu kodlarni ochiqlashingiz kerak bo'ladi. Siz o'sha kodlarni aytishingiz, siz plastik kartangizga kirib, o'sha aylanmalarni o'rganib chiqishga rozilik berganingiz bo'ladi. Ya'ni onlayn shartnoma tuzishga roziligingiz hisoblanadi. Agar bizlarga ishonmaydigan bo'lsangiz, bemalol ijtimoiy tarmoqlarimizni ko'rib, ishonch hosil qilib, yaxshilab tanib, keyin murojaat qilganingiz o'zi ma'qulroq. Hozir ehtiyot bo'lganingiz ham yaxshi. Bu ham buni qadrlaymiz ham. Hozirgi vaqtda mashinist va holatlar ham juda ham ko'payib ketgan. Lekin ilojimiz yo'q. Bizda ham sizni tekshirish uchun boshqa variant yo'q. O'sha sizdan masofadan turib, o'sha kodlarni so'rab, kod kiritish orqali tekshirib ko'rishga majburmiz. Shunaqa, uni to'g'ri narsa degan umiddaman. Yetkazib berishimiz 1 kundan 3 kun oralig'icha vaqt oladi. Toshkent shahri, viloyat markazlari bo'ladigan bo'lsa, shu 1 kun atrofida, agar uzoq hududlar bo'ladigan bo'lsa, 2 kun, 3 kun oralig'ida ham vaqt ketib qolishi ehtimoli bor. Sizlarga barchangizga manfaatli xaridlar tilayman. Avvalambor rizq nasiba, kimdan olishingizdan qat'iy nazar, Honor X9 yaxshi variant. O'zingiz tanib bilgan, ishonchli, kuzatib yuradigan tadbirkorlardan olganingiz yaxshiroq. Xayr, salomat bo'ling.